Chaqaloqlarda 10 kundan 14 kungacha davom etishi mumkin. Chala tug'ilgan bolalarda esa 3 haftagacha davom etishi mumkin. Endi patologik sariqlikka keladigan bo'lsak, patologik sariqlik bu bola birinchi tug'ilgan kundan boshlab namoyon bo'ladi. Sariqlik masalan fiziologik sariqlikda och sariq rangda bo'lsa, tanasidagi sariqlik u juda bilinarli darajada yashil sariqlikda ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari sariqlik birinchi bola tug'ilgan kundan o'zidan ham paydo bo'ladi. Buni sabablari, kelib chiqish sabablariga keladigan bo'lsak, onasidagi infeksiyalar, to'rchi infeksiyalar bo'lishi mumkin. Lekin bundan tashqari ona bilan bolani gruppasi va rezis faktorlarini bir-biriga to'g'ri kelmasligi. Yana bir sabablardan biri bu irsiy sabablar ham bo'lishi mumkin. Irsiy faktorlar bolani tug'ma nuqsonlari, bola jigaridagi tug'ma nuqsonlari, ya'ni bolani o't yo'llaridagi tug'ma nuqsonlar, to'siqlar bo'lishi mumkin. Bu ham patologik sariqlikka olib keladi. Endi patologik sariqlikda qanaqa bilirubinning miqdori juda yuqori bo'ladi. O'sha tug'ilgan kunning o'zidayoq u 100 dan oshiq bo'lib, keyinchalik o'sha 2-3 kunda yana ham ortib boradi. U 250 va undan yuqoriga ko'tarilishi mumkin bo'ladi.